Assalomu alaykum hammaga. Xudo xolasa bu 3-videoyimiz. 3-videoyimizni ham boshladik inshaalloh. Bundan oldingi videoda ko'rdilaringiz, Krasnodarga yuk olib keldik. Klientga topshirdik, eson-omon. Hech qanaqa muammo bo'lmadi, pretenziyalar bo'lmadi. 8 kun stankada yotib, Krasnodarda kecha yuk olgan edik, Rostovdan. O'shanga ertalab keldik. Xudo xolasa bugun yuklab chiqarib yuboradi degan umiddaman. Ko'rishinglar mumkin. Mashina ko'p. Gidetta bag'da ham bir 5-6 ta, bu tarafda ham 5-6 ta bor. Oldimda ichida nimadirlar bor ekan, tushiryapti. Bu videoni qiziqarliroq qilib videoga olishga harakat qilaman. Zeriktirmaydigan qilib. Shunga yarasha poddeshka qilasizlar degan umiddaman. Yukimiz do'stlar, flashbanka yengil bo'ladi. 4 tonna yonverda bo'lar ekan. Rostovdan Toshkentga, ya'ni uyga qaytamiz. Xudo xolasa ichkariga kirganimda videoga olsa videoga olaman, bo'lmasam videoga olmayman. Xudo xolasa endi registratsiya qildik. Ertalab chaqirib bo'lsa kirib yuklab chiqamiz-da. Bizi hali ham chaqirmayapti, kech keldi. Ertagalikka qoldimi bilmayman. Biz mana iftorlikka harakat. Kartoshka bilan tuxum. Mana mashinada hamma sharoit bor. Yo'q narsamiz yo'q. Hamma yo'g'imiz bor ekan. Zapaska yo'q. Malako, qatiq, sabzi, chesnok hamma yo'q bor. Tuxum pishirgani skarovodka. Choy qaynatgani choynak. Endi oshxonani bu tarafga ko'chirib olaman. Bu taraf zapchast mayda-chuyda narsalar o'zida bor ekan. Qo'lim bo'lmasdan ko'chirolmay qoldim. Kelaverasizlar mana iftorlikka. Piyozni qizartirib, kartoshkani ham tashladik. Kartoshkani ham pishirib turib, tuxumni tashlaymiz. Bizda hayot shunaqa endi. Oshxona yo'q joyda hamma sharoit bor. O'zimiz ovqat qilib yeb ketilaveradi. Ovqat qilish bo'yicha ham optim ozroqman. Endi sekin-sekin o'rganib olamiz ovqatlarni. Ovqat ham pishsin ana Xudo xolasa. Hammaga yoqimli ishtaha. Bizdan yarim soat qoldi vaqt. Joyni qo'yib iftorlikni qilamiz endi. Nihoyat 12 da chaqirdi. Ularga qo'yib berdi. Soat 2:30 bo'yi O'zbekiston vaqtiga. Bizga 12:30 bo'yi. Ular hozir bu yerda qizil svet yonadi, endi yashilga o'zgaradi. Kulo bo'lgandan keyin. Keyin bekitib oldiga olib, stenka yana qaytib chiqib olamiz. Aytmay tutamiz. Yuklab oldik va nihoyat.
Arkasını bekitip olsam. Bu soybanki. Maşinələr joylashtirib oldik. Çavekin dillərə joylashtirdik maşinəni. Endi saharligacha dam olamiz. Soatdan 1:30 bo'ldi. Xudo xolasa mana plombani ildik. Yo'lga qarab ketdik. Zapravkani qilib yo'lga chiqib oldik. Uyqu kelgan joygacha haydaymiz. To'rtta mashinamiz. Oldida ko'ryapsizlar. To'rtta mashina bitta dokument berdi. 15 tacha mashina bordi, bizdan oldin ikkita qilib chiqarib yubordi. Oxirida 4 ta mashina bitta berdi dokument. Uyqu kelgan joygacha haydaymiz. Uyqu kelgan joyda dam olamiz. Sekin ketilyapmiz hali. Uchta şey ekan. Ikkita urus bor ekan. Ketyapmiz endi sekin, shoshilmasdan. Uyqu kelgan joygacha haydaymiz. Hammamiz. Jamda uyqusi kelsa, stankaga kirib damni olib ertalab yuramizda. Salarkani rабочийim to'ldira olmadim. Zapaskaga 450 ta ketdi, 400 ta ketdi, 50 ta bor ekan. Keyin refga to'ldirdim. Rossiyada arzon. O'shani hisobiga to'ldirib oldim ref bilan zapaskani. Hozir yarim bak salarkanimiz bor ekan, yarim bak oltiramiz. Bu endi ancha ketadi. 1000 kilometrdan o'tadi. Damagan to'xtadi oxiri. Yayda plakat. Oldimda ikkita aka. Yangi orqamda mashina men. Damagan to'xtadi. Saharlikni qilib oldik endi. Niyat qilib damni olamiz. Bir 5-6 largacha. Balkim 7-8 largacha dam olarmiz. Hammaga xayrli tong. Biz yo'lga chiqdik. Ketyapmiz sekin. 2 soatdan damni oldik. Keyin iloji yo'q, zapravchi turgizdi. Uyquni ham beli ketyapti.
yuragi ham topilmaydi. Ateş cismimni yana yoqasan, qo'lingga tosh olib yo'limga boqasan. Ketarman bir kuni sadom topilmaydi. Husumat sen uchun muncha toqasan. Nechun ateş cismimni yana yoqasan, qo'lingga tosh olib yo'limga boqasan. Ketarman bir kuni sadom topilmaydi. Sheringlar zapravkaga kirdi. Arzon zapravka bor ekan. 48 ta. Sizga bor hali beramiz. Mana manzarani qaranglar. Mana manzara. Go'zalligini qaranglar, osmonni. Biz ham kech payt yetib keldik. Damda olib, endi saharlikni qilib yuryapmiz-da. Eshitaydamiz hozir bashti. 3-4 ta mashina bor oldimizda. Granitsadan chiqib olgan akalar damda olishyapti. Qaysi chegara deganlarga bu Xohlasa hamma liniyadami? ha, liniyadamiz. Bu kanaldamiz. Xudo xohlasa kelgan granitsalarimizdan yana qaytilyapti. Astraxandagi tamojnidan qaytyapmiz. Granitsadan o'tamiz Qozog'istonga. 800 kilometrdan keyin O'zbekiston chegarasi keladi, Qoraqalpog'iston, Tajinpost. Qaytib ba'dan yurmayman degandim. Iloji yo'q, o'shadan yana hayot yurishga majbur qildi. Endi iloji boricha bu taraflarga olmaslikka harakat qilamiz. Moskva, Samara taraflariga olishga harakatini qilamiz endi. Uchurta kiyapmiz. Orqamizda uchurt katta. Qozog'istonga ham o'tib oldik. Xohlasa endi bir gazini bossak yetib boramiz granitsaga.
Şerif'ten Alhamdulillah şöyle. Yürüyüşe dayanız. Benzeler hem tugayapmiz. Mash holatdan 200 km yuradi. Ana tekis yo'ldan chiqib bunaqa dabdala yo'lga ham tushdik. Bu ham bir bor 20-30 kilometr. Tepalasa yo'q. Chimqatda yuradi, farqi yo'q. Tekis yo'lda topib yursa bo'ldi. Stretchni ham haydab olib kerak bo'lsa. Endi sabr. Shu yerdan chiqib olsak tekis yo'lga tushib olamiz. Soat 4:11 minut o'tdi. Biz O'zbekistonga kirishdamiz, Eshitayda turibmiz. Sho'ldimda mashina kirsa bo'ldi. Bugun hayit namozi o'qilishi kerak edi. Sen iloji ulgurmadik. Soat 4:12 minut o'tyapti. Ta O'zbekistonga kirib, O'zbekistondan chiqib ketgungacha kamida 2 soat vaqt ketadi. Ulgurmadik, Xudo nasib qilmagan ekan. Endi bu yog'i video O'zbekistondan davom etadi. She'rlar hali ham o'sha. 3ta oldimda. Yo'lda mana davomiy yurish topamiz.
Shuning uchun avtodamni olish kerak. Keldimi? Hammani o'zi Xudo saqlasin. Avvalo. O'sha narsaga ozgan bo'lsa. Yo'l tugadi. To'g'ri yo'l boshlandi. To'g'ri bo'lib, to'g'ri emas, u manna. Shunaqa qilib, yana tekis yo'lgacha. Sekin 60, 55, 70 qilib ketaveradi. Haliyam o'sha yo'ldanamiz. Oxirda ketyapmiz. To'g'riladi sana. Bitta terib ketilyapti. Chiqib oldik mana. Tekis yo'lga chiqdik. Bu yo'l ham ozgina garmoshkayu. Sekin ketaveramiz shoshilmasdan. Suvga to'xtadik hozir. Eng qizig'i ближний погонlik bor. Yo'llarda havoni qarang. Ozgina tekis yo'l chiqadi. Yana dabdala yo'l. Yana ozgina tekis yo'l chiqadi, yana dabdala yo'l. O'yda o't. Dabdala yo'llarda ketyapmiz endi. Yo'l trishina bo'lmay qo'ygan joyi yo'q. Hamma joyda trishina bor. Hayırlı gün. Biz Buxoroga yetib keldik. Buxoroga mana bahor kelgan bilinibdi. Daraxtlar gullab, pastda mana o'tlar yam-yashil bo'lib chiqibdi.
Bahor kelganini Buxoroga kelib bildik mana. Haqiqiy. Qutlarni qarang, qutlarni. Buxorodan endi Samarqandga qarab yuramiz. Samarqand. Qarshi Samarqand. Samarqandga burilyapmiz mana. Samarqand tarafga yo'l tushyapmiz. Otlarni qaranglar. Mana Samarqandga ham kirib oldik. Rosa probka bo'ladigan paytga papar bo'lib qolibmiz biz ham. Samarqandda qanaqadir yig'ilishmi yo nimadir bo'ladi shekilli. Qirg'iziston, Tojikiston bayroqlari turibdi. Probka. Samarqanddan Toshkent tarafga burildik. Samarqand City'ga yetmasdan. Yo'llar menimcha remont bo'lyapti. Sammitmi nimadir bor ekan 4-5-larga. Sabr bersin hammaga. Bir soatga borib bo'lmadi. Yana yarim soatlarda chiqib ketib olamiz. Mana o'chird. Probka. O, ketgan. Qilib chamazlar tiqilsa nima qilaylik endi biz? Toshkentga kirib oldik xohlasa. 75 kilometr qoldi. YouTube'ga chilla qo'yib bo'lmaydi. Ketyapmiz sekin. Soatimiz ham cho'p qolibmiz. Hozir yuk suradigan joyimizgacha 60-70 kilometrcha qoldi. Yuk suradigan joyga ham keldik mana. Zdacho. Ko'p yo'ldan ertalabga sразу telefon qildi, keyin tezlashtirildi. Ketyapman endi shahar ichida ekan. Mana probka shahar ichi. Qoq shahar ichida ekan. Mikolaydigan joy. Qayerdaligini bilmayman. Navigatorga qarab ketyapti. Qo'yib berdim mana. Yuklasha. Masudan ekan. Shaharda o'rtasi.
yetib qolyapti. Sigaralarni berib chiqib ketyapmiz. Mana plakat oldiga keldim. Sekin chiqib ketilyapmiz. 5-4 11 avval tushab. Chiqilaveradi endi shunaqa qilib. Festivalga ham 23 tonna yuki bilan birinchi marta chiqishdim. Tunnellarimiz zigarlar. Tunnelga kirdik mana. Xotirasi to'lib qo'yapti telefonni. Video bag'iga kam chiqaraman. Balkim tushirib turganim chiqaradi. Hatto bo'lishi yo'q lekin. Hayırlı tong hammaga. Kechpayt 2da uyga kirib damda oldik. Endi mana yo'lga chiqdim. Attiqayda trassada ketyapman. Bugun Marg'ilonga suv olganman. Qoldi borib o'chirt yo'q bo'lsa ochib bersam tushirishib oladi bas. Qanaqa yuk olib kelding deganlarga yetib keldim mana. Buratino sherigi. Seli 23 tonna. Hammaga assalomu alaykum yana bir marta. Marg'ilondan yukimni bo'shatib uyga keldim. Uyda 3 kun 4 kun bo'lyapti uyga kelganimga. Birinchi qo'ygan videoyimda to'g'risini aytsam 1 kun 2 kun kutdim. Qancha prosmotr bo'lar ekan, qancha odam ko'rar ekan deb. 25 ta 30 taga yaqin odam ko'ribdi. Hafsalam bir bo'lib qaytgan videoyimda ham o'chirib yubordim. Yaxshi korzinkada turgan ekan. O'shada o'chirib yubormagan ekan. Kecha ilgari kuni kirsam 8000 ta prosmotr bo'ldi. 40 tamikin, 50 tamikin komment yozilibdi. Davay aka gazini bosing. Biz siz bilan deyishibdi. Qarasam korzinkada turgan ekan. Videolar tiklab xudo xolasa bugun ham mana shu videoni qo'yamiz. Qaytish videosi bo'ladi.